Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Mening orqamdan millionlab qorni och krikenlar quvib kelmoqda. Buni biz sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Millionlab krikenlar Minecraftda g'olib bo'la olishadimi? Mening kompyuterim ishdan chiqmasdan oldin. Sizlar e'tibor beryapsizlarmi? Bu krikenlar oddiy emas. Bu krikenlar mening nazoratim ostida. Ularning yo'liga to'g'anoq bo'lganini g'ajib ketishaveradi. Bizning maqsadimiz Ender Drakonni mag'lub qilish. Xo'sh, men bu yerda nimalarni ko'ryapman? Mening bezmiya do'stim dam olyapti. Krikenlar esa eng og'ir mashaqqatli ishlarni bajaryapti. Bizga o'zi kerakli bo'ladigan bir nechta yog'ochlar kerak edi. Buning uchun o'rmonni chopish shart emas edi. Yo'q, biz o'zimizga qishloq topdik. U yerda yer ostiga tushadigan portal bo'lish kerak. Men yer osti dunyosiga tushishim uchun kimlarni yuborishim kerak? Ey, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bir dona temir golem millionlab krikenlarni mag'lub qila olmaydi. Oy, taslim bo'laver oshna. Bilasizlarmi nima? Men bu golemga achinib ketyapman. Bu umring davomida qilgan eng katta xato ishlaringdan biri edi. Biz seni yod olib eslab turamiz do'stim. Qani tezroq qimirlaymiz, golemni tezroq o'ldiringlar-da ishga kirishinglar. Bilasizlarmi nima qadrli obunachilar? Men o'ylashim bo'yicha menda bir ajoyib g'oya bor. Biz to'plagan yog'ochlarni zumradlarga almashtirib portalni taxlaymiz. Keyin esa yer osti dunyosiga tushamiz. Bam! Buning hammasi oson. Shundan keyin biz birgalikda bir jamoa bo'lgan holda Drakon Krayni o'ldiramiz. Men shunchaki sinab ko'ramiz deyapman. Golemlar esa hali ham tushunib yetishmayapti. Bu krikenlarni mag'lub qila olishmaydi. Golem qanchalik ko'p zarba beraversa, u shunchalik kuchsiz bo'laveradi. Krikenlar chumolidek yopirilib kelishyapti. Sen esa golem ularni mag'lub qila olaman deb o'ylayapsanmi? Joying jannatda bo'lsin do'stim. Qani bo'lmasam boshladik. Ayni damda men o'zimni xavfsizligimdan xavotirdaman. Qachonki men mana bu portalni ishga kirgizganimdan so'ng ular yopirilib kirishadi. Qani do'stlarim, shaxtam qadamlarini bosib chaqqonroq qimirlaymiz. Mana bu million krikenlar bilan hech narsadan qo'rqmasa ham bo'laveradi. Portalning u tomonidagi qanday xavf bo'lsa ham biz osongina yengib o'taveramiz. Qani bo'lmasam boshladik. Biz bu yerga eson-omon kirib oldik degan umiddaman. Hammasi joyda, mana ular. Yo xudoyim, bu krikenlar to'xtamay portaldan kirishyapti. Krikenlar, men bu yerni darhol yopishim kerak. Oy, Baskal menga qarab tupurishni. Mening dushmanlarimda umuman imkoniyat yo'q. Qani o'ldirlaring u onangning burni. Mana bir necha daqiqalardan so'ng ko'rib turganingizdek bu qarorgohni o'z qo'limizga oldik. Oy do'stlar, biz bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Bo'ldi, biz hammamiz darhol uyga qaytamiz. Men bu yerda ortib qolish xohlamayman. Nimalar bo'lyapti? Men bu portalni yopishni unutibman. Ha, mana bo'ldi. Bo'ldi, tinchlaringlar. Hoy, tinchlaringlar. Bu ketishda meni ajalimdan 5 kun burun o'ldirasizlar. Bizning yer osti dunyomizda esa bir nechta krikenlar qolib ketibdi. Mayli, hech qisi yo'q, bu qo'rqinchli emas. Bizlarda hali 900 mingta bor. Mayli, bizlarda hali zumrad talaygina. Bizlarga endi Ender marvarid kerak. Menimcha bu aholiga bu marvariddan boshqa qolmadi. Mana endi biz Krayning portalini topishimiz kerak. O bo'lanati, men eshikni yopishni unutibman. Bu drakon bu yerlarda hatto nima bo'lganini bilmaydi ham. Biz portalni topdik, shu yerni kovlashni boshlang. Men bularni chetroqdan kuzataman. Talpana tayyor qolib ketishni xohlamayman. Mana biz kutgan kunlar ham keldi azizlar. Va nihoyat mana krikenlar o'zlariga portal uchun yo'l ochishdi. Endi esa men bu yerda qiladigan ishim sehrli va ajoyib bo'lgan, ya'ni yer ostiga kiradigan yo'lni topishim kerak. Endi men bu yerdan qanday tushaman? Bom. Menimcha men chetroqda turganim yaxshi. Oxiriga keldim deganda meni bosib ketishlarini xohlamayman. Xo'sh, mana. Qani boshladik. 1 million krikenlar Ender Drakonga qarshi. Qani hujumga. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Shoshilmang, hammangizga yetadi. Krikenlar yerdan turib ham, osmondan turib ham hujum qilishyapti. Bu juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Krikenlar har bitta kolonnaga hujum qilishyapti. Demak, bu kolonnalar bir necha sekundning ichiga yerga qulashi kerak. Qayerga qochyapsan, Drakon? Ko'rmayapsanmi? Krikenlar yomg'iri boshlandi. Mana bu ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi va men ham ketdim. Wow! Oy, men juda ham kichkinaman, meni bosib tashlayapsizlar. Oy, men eng qiziq joyga kelganda ko'ra olmayapman. Meni chiqarib yuboringlar. Men yanada yuqoriroq ko'tarilishim kerak hammasini ko'rishim uchun. Bechara drakon uchishga harakat qilyapti, lekin krikenlar 4 tomondan qisib kelyapti. Menimcha bu drakonni aylantirganlaringizdan hozir bu qisib yuboradi. Qayerga qaramang, ular har tomondan yopirilib kelishyapti. Axir ularga qarang. Qani bum! Biz buni uddaladik. Endi sizlar menga aytinglar, qadrli obunachilar, keyingi Minecraft o'yinida qaysi moblar g'olib bo'lishsin?